Assalomu alaykum. Bugun 23-may 2026-yil. Makkamizni keyingi holatini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerga ekilgan makkamiz, naryoqda plyonka ekilgan makkamiz ham bor. Hozir nima ish qilyapmiz? Bu yerga ekkan makkamizni o'zi bachkalarini, ya'ni ortiqcha shoxlarini olib tashlayotgandik. 2 kun yomg'ir yoqqani sababli sal kechga qolyapti. Tezroq olib tashlashga harakat qilamiz endi. O'zi mana bunaqa bosh chiqarmasdan oldin olib tashlasa yaxshi bo'ladi bachkalarini, chunki makka bosh chiqargandan keyin ozgina stressga tushishi mumkin deyshadi-yu. Lekin biz bundan balandni ham olganmiz. Bundan baland bo'lgan bosh chiqarib so'taga harakat boshlaganni ham olganmiz. Xudoga shukr, natijalar yaxshi bo'lgan. Hozir bachkisini birinchi marta ko'rayotganlar uchun qanaqa olib tashaladi ko'rsatib o'taman. Xo'sh, makkani mana o'rtasida shoxga o'xshagan so'ta chiqargan mana bu turadi. Faqat olib tashaladigan shox eng tagidan chiqqan shox bo'ladi mana. Yonidan qo'shimcha chiqaradi-da. Mana shu qo'shimchalarni olib tashsa mana. Hozir ko'rsataman. Qo'shimcha chiqargan, shuni olib tashlaymiz. Mana bu yoqda ham qo'shimcha 3 ta shox chiqaribdi. Olib tashlaymiz bular ham. Orqasida ham bitta bor ekan. Bularni olib tashlashdan maqsad hosilni yiriklashtirish, makkaga kuch berish. Ya'ni agar bular qolib ketsa yana o'sishda davom etadi bular. Makka tanasini kuchini olib qo'yadi ancha. Shunga olib tashlaymiz buni. Shunaqa chiqadi. Faqat shoxlarni olib tashlaymiz, o'rtadagi so'taga tegmaymiz. Endi sizlarga anaqani ko'rsatib o'tsam, plyonka ekkan makkamizni ko'rsatib o'tsam, plyonka makkamiz bilan bu yerga ekilgan makkamiz bir kunda ekilgan. 9-mart ekilgan. Yer qizib chiqqunicha 25-martlar bo'lib qolgan. Chunki orada qor yoqqan ekkanimizdan keyin qor yer tagida qorda yotgan. Keyin yer qizigandan keyin chiqqan makka. Mana hozir bu plyonka makkamiz. Xo'sh, bular 1 metrdan uzunroq bo'lgan, 1.21 bo'lgan. Plyonka makkamiz bo'lsa 1.5 metrdan 2 metrgacha bor. Har xil mana uje so'ta sovyapti mana. Xudo xolasa so'talarga kirishgan makkamiz. Mana changlanish jarayonida mana. Sizlar mana chang uchib tushyapti. Videoda ko'ryaptimi yo'qmi bilmayman. Mana shu so'ta solgandan keyin tagidan zaxni uzish kerak emas makkani. Nima desa, urug'lanish jarayonida namga muhtoj bo'ladi makkalar. O'shanga zaxni uzish kerak emas. Iloji boricha chanqatib qo'yish kerak emas makkani. Chanqasa bo'lmaydi. Shunga e'tibor berasizlar. Keyin har yili bitta joyga faqat makka ekadigan odamlar bo'lsa, boshqa ekin ekmaydi, faqat makka ekadiganlar bo'lsa, tepasidan vitamin sepishinglar kerak. Tepasidan har xil mikroelement, har xil vitaminlar sepishinglar kerak. Hech bo'lmasa 2 marta sepish kerak. Biz mana birinchisiga makka, ikkinchisiga karom chimchi ekamiz, lekin 2 martadan vitamin sepdik uje. Bunisiga ham, plyonkaga ham. Xudoga shukr, mana hozir o'sib ketdi. Bu bosh chiqarganda 3 qarich edi. Savol berishdi, o'sadimi bu yana deydi. Mana hozir 1.5 metr, 2 metr, eng pastlari 1.40 bo'lib qolgan. O'sib ketgan makkalar. Vitaminini berib, tagidan dorisini berib qarasanglar o'sadi. Bosh chiqargandan keyin ham o'sadi. Mana bularimiz 1 metrdan oshiqroq bo'lgan, o'sha bosh chiqaryapti. Bu ham hali o'sib ketadi, xudo xolasa. Makka issiqda o'sadi asosan, o'shaning uchun
bahorgi makka kechroq o'sadi. Issiq tushgandan keyin o'sadi. Bu yil yog'ingarchilik ko'p bo'ldi, sovuqroq keldi. Shunga kechga qolib bo'lsa ham o'sib ketdi mana. Xo'sh, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga qo'ldan kelgancha, ilmimiz yetgancha makkani qanaqa qarash, nima berish kerak, nima qilish kerak ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'sh, pishib sotishni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Sizlarga aytganimizdek 0 dan 100 gacha tugatguncha shu video qilish niyatimiz bor. Savolinglar bo'lsa bexijolat berishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.